دوستان عزیز، نوری چشم ما، حافظی خوشخان و دیل و جان ما، ارتیست که خلقی ازبکستان محبت شمع و می سراید. قرصک دوستان، юбилей مبارک باد. Я исполню на слова Ильяса Малаева «Катта Ашула». Называется «Ota-ona davri». Ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Ota-ona davri olamda ajab davron ekan. Bulajab davronni qadrin bilmagan nodon ekan. Kim agar hurmat ko'zi birla ularga boqmasa, ul odamning narxi eski tangadan arzon ekan. To'g'ri yo'lni ota-ona ko'rsatib farzandiga, otalar farzandga ko'zu, onalar mijgon ekan. Ota-onangni duosi bo'lsa boshingda agar, quvvati chun Makkada har oyati Qur'on ekan. Bu jahonda barcha insonlarni ko'rdim birma-bir, ba'zilar boshga yetimlik dardidan giryon ekan. Bu jahonda barcha insonlarni ko'rdim birma-bir, ba'zilar boshqa yetimlik dardidan giryon ekan. O'z uyimning gullaridan yayramay qoldi dilim. Ota-ona bo'lmagan hovli qara zindon ekan. Ota-ona ahtarib Ilyos junun sahrosida, sochlari belga tushib Majnun sifat yurg'on ekan. Ota-ona axtarib Ilyos junun sahrosida, sochlari belga tushib Majnun sifat yurg'on ekan. Borligida hurmat aylang ota birla onani, chunki ota-onalar farzandiga qurbon ekan. Borligida hurmat aylang ota birla onani, chunki ota-onalar farzandiga qurbon ekan.